Nima? Energiya almashinuvida energiya hosil bo'lgan energiyani bir qismi saqlanadi, to'planadi. Demak, hozir masalan uglevod misolida o'rgataman energiya almashinuvini. Uglevodni mana shu parchalanishi 3 bosqichdan iborat o'rtoqlar. Ya'ni energiya almashinuvini 3 bosqichga ajratamiz. Birinchi bosqichi bu tayyorgarlik bo'ladi. Tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichi o'rtoqlar odam ovqat hazm qilish sistemasiga kechadi. Ovqat hazm qilish sistemasiga kechadi. Bu qanaqa jarayon desa, shu ovqatni yeyishimiz, maydalab yutishimiz, keyin oshqozon bilan ichakda uni polimerlardan monomerlargacha parchalanishi. Uglevod misolida deganim uchun masalan nonni yeymiz, chaynaymiz, yutamiz, o'zi og'iz bo'shlig'idan parchalanishni boshlaydi. Chunki tarkibi nimada uni? Kraxmal amilaz ta'sirida parchalanishni boshlaydi. Eng oxirgi mahsulot ichakda, ingichka ichakda bo'ladi. Ingichka ichakda to'liq kraxmal glyukozagacha parchalanadi va bunda qisman energiya chiqadi va hosil bo'lgan energiyani hammasi issiqlik sifatida tarqaladi. Issiqlik sifatida tarqaladi. Hech qancha ATFda to'planmaydi. Tushunarlimi? Shuning uchun biz hozir tayyorgarlik bosqichi ovqat hazm qilish sistemasiga kechadi deymiz va tayyorgarlik bosqichi o'sha ingichka ichakda yakunlanadi. Ya'ni nima bo'lar ekan? Qaysi moddadan qaysi moddagacha parchalanish bo'lar ekan? Polimerdan monomergacha yoki kraxmaldan glyukozagacha parchalanish bo'ladi. Shuning uchun ham biz buni reaksiyasiga prosta kraxmaldan glyukoza hosil qilamiz va ozgina energiya chiqadi va bu energiya hammasi issiqlik sifatida tarqalib ketadi. ATFda to'planadi. Tushunarli bo'ldi? Endi ikkinchi